Bu ajoyib jonliq 270 graduslik qaynavatgan suvda yaşay alaydı. Hatta uni 0 dan 200 graduslik tuvan temperaturada to'ngiltib qo'ysimi, uning zaxmi yetkizgili bo'lmaydi. Texmi hayron qolarlik yer shuki, siz uni olam bo'shligiga olib chiqib, mutlaq vakuum muhitga qo'yasingizmi, odatdan tashqari quyosh radiatsiyasiga bardoshlik berib, hayot qibli qolmasdan yana avlodni qoldira oladi. Sizningcha u nimadi? Zodi qandoq jonliqdi? Hay do'stim, aldirab ketmang. Naq gapga mana endi keldik. U dal suv eyiqi. 2017-yili olimlar maqola e'lon qilib, ularning intayin kuchlik hayotiy kuchi, hatto kichik sayyorlarning odatdan tashqari so'qilishi, gamma nurining portlash qatorliq yer jahonni vayron qiladigan ofatlarga duch kelsa-mu, hayot qiladiganligini o'tirib qo'ygan. Shunga kishilar bu jonliqni faqat quyosh sistemasi portlab ketmasa, bu dunyodan yo'qolmaydi deyishadi. Amaliyotda bu darajadan tashqari jonliqning tan shakli aron 1 mm atrofida bo'lib, garchi u suvda yashsa-mu, ammo suv uzmaydi. Aksincha suvda o'milab harakat qiladi. Ko'pincha ahvollarda o'simlik hujayralarini oziqlik qiladi. Ba'zida bir hujayralik mikroorganizmlarni yeydi. Qarmoqqa bu eyiqqa o'xshag'achqa shunga suv eyiqi deb nom qo'yilgan. Bu ablaqning sirtqi shaklidan qarasla oz uchraydigan turiga o'xshaydi. Amaliyotda suv eyiqining tarqalish doirasi intayin keng bo'lib, shimoliy qutbdan janubiy qutbgacha, Himolaya tog'idagi yon to'liqlardan dengiz okeanlargacha hamma yerda uning simasini topqili bo'ladi. Uning alohida iqtidori hamma odam orzu qilib kelayotgan iqtidor. U xatarlik muhitga duch kelgandan keyin tenidagi suvni tez sur'atda chiqarib tashlab, butuni darhol badaniga kirgizib olib, yumaloq holatga akil bo'ladi. Bu bilan yo'shirin hayot kechirish holatiga kirdi. Modda almashishni to'xtatadigan bu xil yolg'on o'lishning amaliyotda rost o'lish bilan hech qanday farqi yo'q desakmi bo'ladi. Bu xil holatda garchi avval 270 selsiya graduslik yuqori temperaturaga silib, keyinidilla 0 dan tuvan 2 selsiya graduslik muzda to'ngiltib, ondan yonartog'ning portlagan vaqtida ushadigan zaharli gaz va yoki yadro bombasi portlagan vaqtdagi radiatsiyaga yo'liqsa-mu, uning bardoshlik berish kuchida hech qanday masala ko'rilmaydi. Hatto siz uni bevosita olam bo'shligiga olib chiqib, uni quyosh nurining kuchli radiatsiyasiga qo'yib qo'ysangiz, uning bu xil yoshirin yashash holatiga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Xatar o'tib ketgandan keyin u darhol o'ziga sotoliqlab asliga keladi. Xuddi hech qanday xatarga yo'liqib boqmagandek. Ya'ni kelib ma'lum bir olim naq 120 yil yoshirin yashash holatini saqlab kelayotgan bir suv eyiqini bayqagan. O sirliq narsa haqiqatan odamning nazar doirasini kengaytirdi. Suv eyiqining tarixini 500 million yil ilgirki Kimbriy davrigacha surishtirgili bo'ladi. Olimlarning tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, bu xil ajoyib alohida iqtidor sirtdan kelgan gen bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Ular suv eyiqining tenidagi taxminan 6000 xildan ortiq genning boshqa turlardan keladiganligini bayqadi. Biroq bu xil ajoyib jonliq faqat birla emas. O'pka beliqining yashash usuli uning bilan nihoyatda o'xshashib ketadi. Bu videoda bir to'p odam qurib ketgan yerdan bir narsa qo'layotgandek qiladi. Birdamdan keyin ular bir yumaloq jismni qo'lab chiqadi. Ular qopni ochgandan keyin ichida bir beliqning borligini ko'rib olamiz. Yana kelib bu beliq medirlab turgan bo'lib, bunda qurib ketgan yerdan tirik beliqni qizib chiqishni kimmi o'ylab baqqan deysiz? Hammamizga ma'lum. Afrikada havo bek issiq bo'lg'achqa daryo yoki kichik eqinlar nihoyatda tezlik qurib ketadi. Ondan bu beliqlar ig'iz orqali kamar qo'laydi. Badani yana zo'r miqdorda yepishqoq suyuqlik ajratib chiqarib o'zini o'rib oladi. Shuning bilan bir vaqtda ular yana o'zining metabolizmini zo'r darajada tuvallatib yetadi. Hatto toki yomg'ir pasli yetib kelgan qadar nafaslanishni to'xtata oladi. Kishini texim hayron qoldirdigini shuki, yerlik aholi doim ularni bayqamayla loy to'pular bilan birga qish kesaklarni yasab, tirik betlab tam qo'pirib uy imoratlarni selib yetadi. Biroq ozroqmi ansirashning hojati, chunki ularning laylash qurilmasi o'pkaga bek o'xshaydi. U havo almashtirish orqali havodan nafaslana oladi. Shunga u o'pka beliqi deb nom olgan. U hatto mushu holat ichida necha yil tursimi qat'iy masala chiqmaydi. Faqat yomg'ir pasli kelishi bilan yomg'ir uning badaniga tekkandan keyin u shu hamon badanini medriltib tomdan chiqadi va iqini bo'ylab qaytadan daryoga qaytib boradi. Siz yana qaysi ajoyib jonliqlarni bilasiz?